O'tir, bolajon. Здравствуйте hammaga. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Qandaysizlar, manzara yaxshimi? Kepkani hech olmayman, endi havo anaqa bo'lib qoldi. Normalda endi. Xullas, bu hech kim kelmadi. Hop, sizlar bilan Defenders futbol klubi murabbiy Javohir Sodiyev bo'laman va eng yaxshi hujumchilardan bittasi Afruz Abzalov. Bugun bu bilan suhbat bo'ladi. Anchadan beri gaplashmayotganmiz. Shuning uchun kontent qilishga qaror qildim birgalikda. Salomlashib olaysiz. O'zingiz Assalomu alaykum hammaga. Men Afruz Abzalov. Defenders o'ynayman. Endi Samiz qayerda? pozitsiya hujumda. Hamma joyda o'ynaveramiz Valverdega o'xshab. Himoyada ham o'ynayveradi, zashda, himoya zashda, pul zashda ham o'ynayveradi. Hamma yoqda o'ynayveradi. Xullas, juda ham universalniy desa ham bo'ladi. Alaykum assalom. Bugun ozgina savol javob qilamiz bu bilan. Dildan suhbat qilamiz. Undan keyin bizning mashg'ulotimizga start beriladi. Ungacha biz kontent qilishni niyat qildik. Xo'p, Afruz, komandaga kelganingga qancha vaqt bo'ldi? Nimalar olding o'zingga? Defenders'ni hozirgi ketayotgan protsess haqida fikring? Men kelganimga ochilgandan beri kelganman. Menimcha 1,5 yilcha bo'lib qoldi. 1,5 yil bo'ldi. Erishgan narsalarim juda ko'p narsalarga erishdim. O'zimni tajribali qildim ancha o'zim ustimda ishladim. Zohiragan bilan. Ancha yordam berdilar bunaqa narsalarga erishishga. Ancha chempionatlarga bordik. O'zbekistonni xudo xolasa endi mana shunaqa futbol bilan ko'tarish media tomonlama. Endi bularni ozgina yoshi kattaroq, shuning uchun shunaqa gap fikr bor. O'zi ham tayyor turibdi hamma narsaga bular. Chunki mahro harakat qilganimizda edi, agar men o'zi mahro komandani ochganimda boshqa gap, boshqa so'z bo'lardi. Bir kil oldin ochganimda bilmadim, o'zi qanaqa darajada bo'lardi. Ulgurmay qoldi yaxshi shu narsaga, lekin endi hammasi vaqtida bo'ldi deb o'ylayman. Endi yaxshi savol bo'ladi. Oldingi Defenders'dagi birinchi sheriklarimiz, bolalar kelgan bolalardan hozirgi bolalarning farqi, hozirgi kommunitimiz qanaqa? Endi oldingilar babi o'zimiz tomonidan edi. Ular bilan ancha mahalladoshlar, bemalol ular bilan chiqishib, bemalol maza qilib o'ynardik o'tda ham. Hozirgi bolalar ham unchalik anaqa emas, yaxshi bo'ladi. Yengillar ham kelishmaydi. Hozirgi lokatsiyamiz qanaqa? Oldingi lokatsiyamizdan farqi ancha yaxshi. Oldingilar endi menimcha qishloqdan chiqqanimizgami? Qishloq ham demaydi endi, shaharda turamiz. Normalniy mahalla просто. Menimcha endi sharoit ancha-muncha gapiradi, ancha-muncha gapiradi. 11-maktabda ham mana shu holat bo'luvdani cho'ta yaxshi chiqish olmadikmi shu maktab bilan bilmayman, bo'lsam bilan. Bizning haqqimiz yo'q edi boshida. Men hozir baralla gapira olaman. Bu paytda litsenziyasiz ish qilardim. Shu paytda mana hozir ko'z tegmasin, litsenziyam bor. Bu narsadan cho'chimayman. Chunki haq berdi u menga litsenziya, o'sha uchun bemalol bu yoqda turmushga o'ta olaman, cho'chimasdan. Oldin qo'rqib, bo'lsam, qarochi nima desa o'sha bo'lardi. Bir kun chiqmagansa, bir kun chiqmasdim, 10 kun chiqmagansa, 10 kun chiqmasdim. Boshida 2 hafta qayda borishdi, 2 hafta kelmayin deb. O'tsin, u yoq bu yoq qilsin deb, keyin o'tso'ydan keyin egasi chiqdi sizdan, shunaqa. Xo'p, mayli. Komandamizda eng mehnatkash bolalar kimlarni bilasan? Bolalar menimcha birinchi o'rinda men uchun o'zimga Ulug'bek o'rta sentrda o'ynaydi, hamma yo'g'i boshqarib, oldindan birga o'ynab kelamiz. Fazdan eng yaxshi borini berib ko'rsatadi. Baxtiyor, Bekmoniy, o'shalar borini berishib, o'zim ayolga borini berib o'ynayman. Komandaga sodiqman. Malades. Hop, senga futbolga kelishingga kim sababchi bo'lgan? Hozir kim podдержка qilyapti seni? Kim
naborot yo'lini yopishgan ekan qochdi. Buni olib qarasa endi ani to'sqinlik qotini bir o'qi degandek shunaqa gap so'zlar bo'ladi hozir temur yoshlaring. Kelishimga o'zim sababchi bo'lganman. Yoshligimdan tug'ilib o'sganimdan beri futbolga qiziqaman. Hozirga paddeshga qolayotgan odam Johiragan. Ancha paddeshga qolibdilar. Hatki bo'lsa birga borib, hamma joyda o'ynab, yuzimni yorug' qilyaptilar. Mana ham xudo xolasa katta bo'lsak, yuzlarni yorug' qilaman degan umiddaman. Hozir qarshilar yo'q lekin hozir Abduqodir Husanov ko'rib hamma naborot o'yna bor deb. Shu bola chiqdi ham ancha yaxshi bo'ldi. To'g'risi ko'pchiliklar shu Husanov orqasidan berivardi desam ham bo'ladi. Ota-onalar tushunib yetishdi, hozir chiqsa bo'lar ekan. Mana chiqdi u yoqda bu yoqda. Chempionatda chiqqanimizni o'zi ancha paddeshga qildi deb o'ylayman. O'zbekiston terma jamoasini tabriklab qolaman. Shu videoda jahon chempionatida chiqqani bilan bu har bitta murabbiy, har bitta bolalarning g'alabasi bu. Xo'p, keyingi savol. Qaysi klubga muxlislik qilib kelgansan? Hozir kim? Kim yaxshi o'yinchi do'st? Yo'q, qaysi komandada edi? Boshdan beri Real Madridga shu. Alamadrid. Madrid. Boringlar, sizlar ishlar qilaylik bolalar. Orqa fonda o'tirma. Bizga qarab, biz o'zimizni yaxshi qolyapmiz, davay. Keyin bo'laydan keyin boshlaymiz, davay, tez. Hop, davom etamiz. Shu boshdan beri Real Madrid hozir ham kecha yomon bo'ldi, 2-1 soldi. Undan ham zo'r bo'ldi. Hani Karvahal jarohat topdi lekin. Demak, hikoyaga. Shu bola ham sog'aymadi. Hop, yoqtirgan futbolching, ya'ni kumiring. Shu Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Nima olish mumkin shu boladan? Ronaldo nima olish mumkin futbolchi o'ziga? Nimalarni o'rgansa bo'ladi? O'ziga ishonchi birinchi o'rinda. Unga yoshligidan ingliz tili ustozi nimadirlar degan, shundan keyin o'ziga ishonib, bu ham harakat qilgan. Biz ham hozir jangchi bo'lish, oxirigacha bo'lish. Tashab qo'ymaslikda, oxirigacha. Mehnatkashlik birinchi o'rinda turadi. Men o'zim oldiga Ronaldo desa mehnat birinchi o'rinda. Shunaqa. Bundan tashqari o'zingni eng yoqtirgan 5 taligini sanab bersang, hozircha videoni shu joyda to'xtatamiz. Keyin yana ikkinchisini chiqarib o'tamiz. Varatada Casillas, ikkita Zashni, Ramos bilan Puyol, o'rtada Kroos. Anaqada hujumda Ronaldo. Bitta qo'shib o'raylik mayli, otdi bu. Mbappe hozirgi kunda. Mbappe hozir ancha talantli. Xudo xolasa yana video davom etadi. Hali savollarimiz ko'p, gaplashgan gaplarimiz ham ko'p. Prosta hozirgi sharoit vaqtimizdan kelib chiqqan holda videoni oldik. Sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni bildiringlar. Undan keyin qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol savol yozib qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan To'yxona futbol klubi bo'ldi. Javob Abzalov, like bosib qo'yinglar. Bunaqa emas, bunaqa bosinglar. Xayr, paka.